Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana Samarqandlik Best akamiz. Boyatdan beri qo'yarda qo'ymay Best aka Samarqand qayerdan aka? O'zida mana Samarqandlik akalarimiz. Ketdik olib borib qo'yaman deyapti obunachilar va ketmayman deyapman. Aka shunchalik lekin turib olib nima qilyapti? Aka borolmayman. Jon shu yelikda yuramiz deb niyat qilib aka yo'lga chiqqanimiz avvalo Alloh. Shu yerga endi to'xtab hozirot hamma olib aka suv qo'yib ichib sekin do'ldirib rahmat akajon. Gap so'z yo'q aka, hammasi joyida. Yo'q, mayli aka, besak yo'q. Sekin rohatli qolamiz aka. Alloh omonat yaxshilikni ko'rishaylik aka. Xo'p, yo'lingizni bersin aka. Charchamang aka. Xo'p, charchamang. Mana Samarqandlik akamiz Moskvaga olib ketay, Moskvadan naryoqaga. Sekin ketaverasiz dedi, damni olib Moskvada mehmon qiladi. Alloh rozi bo'lsin. Lekin shu qanchalik bilan bosib o'tamiz deb obunachilarga va'da berganmiz. Xudo xolasa velikda o'talaymiz birgalikda. Charchab Tversk rayoniga yetib qoldim. Sayohatimiz bilan Sankt-Peterburgdan O'zbekistongacha bo'lgan sayohatimizda Tversk bugun 8-kunida 8-kunimizda shu Tverskiga rayonga xudo xolasa 12 kilometr ko'rsatyapti. Nasib olg'a Paddeshkada bo'lamiz azizlar. Adamiz mashinaga o'tirdi. Qo'yarda qo'ymay olib ketaman dedi-da. Yo'q aka dedi. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Nasılsınız? Sağolasiz, yaxshimi? Charchamayapsizmi? Qatnashingizmi? Mazangiz. Qayerdan aka? Qashqadaryo qayerdan? Yakkabog'. Yakkabog'danmisiz? Siz qayerdan? Sirdaryo, Sardoba tuman. Malades. Siz nima aka? Nodir Nodir aka. Qayerdan kelyapsiz? Sankt-Peterburgdan O'zbekistonga keldim aka. Necha kun bo'ldi chiqqan? Bugun 8-kun aka. O'zingiz qanday, charchamayapsizmi? Bayroqlar bilan aka точно O'zbekistonga ketyapti. Shunday O'zbekistonga ketyapmiz aka. Charchamayapsizmi? Bo'ladi aka, Allohga shukr. Qanday bu Instagramingiz bormi? Yo'q, men o'g'aynim bilan gaplashib ketyapman. Akani ko'rib qoldim. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Sizdan videoga olyapman. Yo'q, endi qo'yaman. Ishingiz zo'rmi aka? Bo'ladi Allohga shukr, sekin. Necha kunda endi xudo xolasa? Alloh podsho aka. Xudo biladi. Yo'lga sekin ketamiz deganmiz. Bo'ladi aka. Charchamadingizmi? Charchash haftada bir kun dam olaman aka shu yerda. 8 kunda shu yerga yetib keldik aka. Meni bittasiini aytdingiz. Velik yo'q, Allohga shukr. Shuncha odam duo qilib turibdi. Sekin mana ketyapmiz-da. Ha? Mana niyatga kelasiz. Ha? Niyatga kelasiz. Ha, qattiq niyat qildik. Assalomu alaykum. Xayrli kech barchangizga, hurmatli obunachilar. Hozir Tarjovskiy rayonida bunday haykalga duch keldik va shu yergacha yetib kelishga o'z bo'lmadi. Duo qilib turganlar uchun duo qilib turganlarga Allohga kattakon rahmat. Mana charchadim to'g'risi. Haykal mana militsiyalar o'tib ketdi. Center. Cherkovlar. Bu yerda ham juda ham ko'p cherkov bor ekan. Do'stlar, u tomonga xudo xolasa yuramiz hozir. Qanaqadir park. Hamma dam olish maskani dam olyapti mana. Hammaga rahmat. Yoqqan bo'lsa like, kommentariya, taqalar birlashib qo'yasizlar azizlar. Assalomu alaykum aka. Salomat bo'lasiz, charchamaysiz, bo'ladi, o'zingiz yaxshimisiz aka? Qayerdan aka? Samarqand. Samarqand qayerdansiz aka? Jomboydan. Jomboydanmi? Gap yo'q aka. Maşallah. Siz shu video olib, ana qilibman Sankt-Peterburgdan O'zbekistonga velosiped ketyapman aka. Sankt-Peterburgdan bu yoqqa qarab, ha? Peterdan O'zbekistonga qarab ketyapman. Xudo xolasa, anaqa mo'jazgan joylarni videolarga olib qo'yib ketyapman aka. Ismingiz nima aka? Mo'min. Mo'min aka, javobim chiqmadi aka. Qayerdan? Sirdaryo, Sardoba tumanidanman aka. Sardoba tumandan. Endi uyga shu beribdilar. Ha,
Xudo xolasa. Inshaalloh nasib. Blogermi? Da, Instagramingiz bormi? Yo'q, men oting deganda YouTube ko'ramiz bo'ldi. Bo'ldi, aka. Samarqandliklar ko'radi, aka. Aktiv yaxshi. Omad yo'q. Bo'pti, Bo'pti, akajonim, sog' bo'ling. Javlonbek aka ismi. Xo'p, charchamang. Mana vatandoshimiz ko'rib, cheklayotgan aka. Obunachilar, Tarjokskiy rayonida men hozir eng haykal bor ekan o'sha. Hozir birgalikda tanishamiz. Mana feligim. Rayonning qoq o'rtasidaman, azizlar. Ana Aleksandr Pushkin ekan. Pushkinning haykalini qo'yib qo'yibdi, azizlar. Mana qaranglar. Chiroyli joylarmi yo'qmi? Yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariy yozib, yaqinlarga ulashib qo'yinglar, iltimos. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Hammanglarga oldindan kattakon rahmat. Mashina sevib qatnay ekan. Yo'da Tarjokskiy rayonida qanaqadir ko'p ekan cherkovlar. Mana bu yerda turibdi. Yo'da yana bitta eski turibdi. Или вот yo'da ham turibdi bitta. Mana bitta. Rosa ko'p ekan. Bu Tarjokskiy rayonida kinoteatr zali ekan. Kino tomosha qilishlaringiz mumkin ekan, azizlar. Sizlarga Tarjokskiy sentrini, rayonning sentrini bir video obzor qilib ko'rsatmasam bo'lmaydi. Buni tarqatmasanglar bo'lmaydi. Like'lar bosib, чтобы men sababchi ozroq bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'lsanglar. Ana qaranglar. Manzarani. Bu yerda qaranglar. O'zera. Qaranglar-da. Bu ham cherkov. Mana bu ham cherkov, mana qaranglar. Azizlar. Obunachilar, obuna bo'lib qo'yish yodlaringizdan chiqmasin. Iltimos sizlardan like, kommentariy bizzatini kutaman. Mana qaranglar. Yo'lda ham cherkov bor ekan. Mana qaranglar. Mana bu yerda ham eski cherkovning nimadir bor ekan. Azizlar. Manzarani qaranglar, manzarani. Nimalar deb tashyapti? Qo'llab-quvvatlab yaqinlarga ulashib qo'yinglar, azizlar. Shu yerga yetib kelaman deb ozmuncha harakat qilmadim bugun. Vaqt borida, kun yorug'ida mana sizlarga video obzor. Manzarani qarang. Hammaga ham nasibsin. O'rtoqlarga yuborib, yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Bugun shu shaharda qolaman, xudo xolasa. Qayerdansiz aka? Andijondan aka. Andijon qayerdan aka? Assalomu alaykum. Videoga olyapman aka. Salomatsizmi? Assalomu alaykum aka. Salomatsizmi? Chaqchimiz. Sirdaryo aka. Sardoba tuman. Velikda ketyapmiz aka, xudo xolasa. Shu har rayonlarda videoga olib. Surxondaryo aşağıdan kelsin Velosipedga? Yo, Peterdan ketyapman O'zbekistonga qarab. Peterdan O'zbekistonga velosipedda ketyapsizmi? Voy, молодец. Siz qayerdan aka? Tojikiston, Xo'jand. Xo'jandlik akalar ham yo'lda ko'p to'xtadi. Aka, necha kun yetib Bu yergami? 8 kun aka. 8 kunda Peterdan 400 kilometr 8 kunda bosib oldingizmi? Молодец. Bu bir kun dam oldim bir sutka va podiumlarda qiynaldim aka. Şimdi ishtirokchi kamchiliklar yo'q, bizdan nima bir yordam akajon. Hammasi joyida aka. Shu videolar, gazarovka bir balolar akajon. Bejiz oladi. Yo'q, bu yoqqa bo'l aka. Mana andijonlik akamiz, Tojikistonlik akamiz mana bunchalik yordam qo'lini cho'zmoqchi bo'lib gapirdi. Rahmat aka. Oh, yo'l yaxshi yetib oling aka. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling aka. Yaxshilikda ko'rishinglar aka. Charchamanglar, xo'p. Alloh rozi bo'lsin, charchamanglar. Mana aziz yurtdoshlar, qaranglar. Bunchalik gap yo'q.
Obunachilar mana. O'zbeklar. Bayroqni ko'rib, to'xtab, mana sen. Shunday insonlar bor, nimadan qo'rqaman bular, nimasidan qo'rqaman? Gapi yo'q, ziyonlar. O'zbekiston Olg'a, Sirdaryo, Sardoba. Vertolyotlar tinimsiz uchar ekan bu yerda vertolyotlar. Hozir ko'rsaman. Aziz obunachilar, bugun o'zi ham bir 30-marta ko'ryapman bunday vertolyotlarni. Paslayapti vertolyot ko'ryapman sizlar. Nimadir qanaqadir bazasimi nimadir bor menimcha. Mana shahar. Shahardan chiqyapman, уже sekin. Sekin ketyapti. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Azizlar, duoda bo'lib. Xohlasa birgalikda uddalaymiz.